Assalomu alaykum. Bugungi manzilimiz Andijon viloyati Shahrixonga bo'ldi. Xonadonimizga high-tech dizayndagi afsona fason darvozamizni ustunovka qildik. Darvozamiz razmeri eniga 4.10 bo'lgan, balandlik 3.20. Xo'p, kirish qismini alohida qilib yasaganmiz. Ichkariga o'ng qo'l bilan ochiladigan bo'lgan, katta kalitkali ichkariga ochiladigan bo'lgan. 2 qavatli variant, cho'nkali varianti bo'lgan. Xo'p, materialimiz 3 ta stolkasi, o'ngun brus qo'yib berganmiz. 2.8 tenkada, taglari o'li rossiyskiy shivillarda bo'lgan. Cho'nkali holatda qo'shimcha tarzda darvozamizga nержавейкаlar qo'yib berganmiz. Kraskamiz har doimgidagi GK2 banishli original kraskani, lekin glansiy holatda qilib berilgan, o'rtalarini GBO sepib berganmiz. Darvozamizning orqasi tiks holatda chiqqan. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Egalarning fikrlarini so'rab ko'ramiz. Darvoza yoqdimi aka? Xudo xohlasa, Ideal holatda bo'ldi. rahmat, xudo xohlasa tavsiya qilamiz. Okamiz bizni Instagramda har doim yozardilar, bizni darvozamiz qachon bitadi, qachon ustunovka qilasizlar deb. Mana bugunga nasib qilgan ekan. Xudo xohlasa ideal holatda ustunovkasini qilib berdik. Rahmat aka, charchamanglar. Xudo xohlasa xizmatlar bo'lsa aytasiz. Darvozamizga stimul zamok qo'yib berganmiz. 5 ta kalitli original zamok. Orqasini ko'rsatib o'tamiz. Bu fasonni 2 qavatli holatda, orqasi shunaqangi holatda, tiks holatda chiqadi. Ideal holatda bo'lgan. Orqasiga ham devo kraska sepib berganmiz. Shagrin qilib berilgan. Endi bu joylarda ustunovkada ozgina chang bo'lgan. Albatta, sentr zamok qo'yib berganmiz. Juda ham yengil holatda ochilib yopiladi. Zamogimiz stimul zamok.